Toğluq Tömürxan, Abdüvəli Ayub. 97-ci bətdən başlandı. 3-cü bab, ertişlik qoyucu bala. Nuşirvan dedi ki, ən burun cahan yaralğanda zulümnün asası kiçikini idi. Amma keyin dunyoga kelgan har bir kishi az-azdan ko'paytgach, mana shu darajaga berib yetdi. Shayx Saidi. Miladiya 1335-yil bosh kuzning bir kuni. Altın kuzning jalibgar, sexiy quyoshi ko'k ertish bo'yida yashaydigan To'xtavi xalqining kang to'qaylardagi pichanlarini quritib charchagandan keyin Ertish daryosining egiz qirg'oqlaridagi poyansiz o'rmonliqlarga sarg'uch nurlarini chechib, kunpetish tarafga qarab eg'ishga boshladi. Jimjit tinimsiz oqadigan Ertish daryosi tarafdan urilayotgan salqin shamol odamning yuziga muloyim tegib turadi. Suning chat yaqinlaridagi yavash to'lqinlar tavirnib kelib, qirg'oq bo'yida nihoyatda chiroyli to'qilgan oq to'rdak ko'pib yuqori ko'tariladi-da, ko'zdan g'oyib bo'ladi. Yana ko'pib ko'tariladi-da, yana g'oyib bo'ladi. Tinimsiz oqadigan Ertish daryosining o'zimi havorang tusga kirgan, nariqi tarafdan boshlab beriqi tarafning tuvan qirg'igacha eg'ir gavdisi bilan salmoq tavirnib, hayvatlik va surlik bir jimjitlik ichida hamisha oqqan edi. Qo'liga malchi tayg'ini tutgan egiz bo'yliq bir bola to'pilik ustiga chiqdi. Yiroq yerlarda ko'zni chiqib bir nimalar paqirab ko'rinadi. Ko'k Ertish vodisidagi o'tloqlarning payoni yo'q, ammo o'tloqda o'tlayotgan mol chorvalarining soni qarablab bilvolg'idek darajada oz edi. Burunqidek uyuri bilan chepishib yuradigan yilqilar, padisi bilan o'tlashib yuradigan kalalar, egiz tog' bag'rida yenik uzib yurgan oq bulutdek yeyilib yuradigan top qo'ylar ko'rinmaydi. Kang dala cho'llashib, huvildab qolgandi. Bük ösken çatqallıqlar arasıdan kötürülgen ocaq ıslari aquç bir qavat havarang pərdi bolub, astağına otlaq üstüge yeyilmaqda idi. Toğluq Tömür, hey Toğluq Tömür, degan avazını anlap, heyliqi malçı bala boynunu sozub ətrafqa qardi və özü turgan töpülükning astidagi bir jira boyda turgan özü bilan tang dematlik Basa Təmür degan malçı həmrayının özüge hədəb qol pulanlatqanlığını gördü. Hə, Basa Tömür, nemiş boldu? Dəb vaqırdı Toğluq Tömürmü onunğa cavaben. Basa Tömür Toğluq Tömürünü görüp, toşqandək 2-3 taxlapla töpülük üstüge çıxdı. O 15-16 yaşlardaki inçiki boyluq, kiçikrək yüzlük, qarı çaşlıq, külümsiraplı turduğan bir balı idi. Toğluq uçsuğa aptapda öngüp, konurap ketken Mongolca yan ezmilik peşmet keygen. Belini belbağ bilan çıng bağlı algan. Belbıqıga kiçik bir piçaq qıstırıqlıq, putuğa çoruq kiyip, beşidiki kigiz malxini qiypaş qırlap kiyip algan idi. Balalarca səbiylik çıxıb turduğan bir cüp qoy közlərdən onun aqıllıq və zirəklikligi görünüb turatdı. Hətta avazıdınmı küş quvvat caranlap turatdı. Uççusidagi pəşmiti bilən yamaq silinğan iştinning puşqaqları titilib ketgan idi. Ətigəndən beri nələrdə yürgənsən, dedi Basa Təmür qolu bilən pişanısdan eqib düşüyotgan tərlərini eytib turub. Biz seni köp izlidik. Tünögün Şiravul To'xtavi aqsaqal, mallarım obdan ət almapdı. Buningdan keyin mallarni başqalarının mallardan ayırıp baxmaydigan bolsang, körgülgüngni ko'zingga ko'rsatman deb qattiq xafa bo'lib ketdi. Şuna bugun atdigandila malni qo'tandan chiqarib, Ertish bo'yidagi qara to'qayga akelgandim. Ha, nimishqa izlagandinglar meni? Yavi chamg'ur silib, peliq sho'rpisi pishirgan edik, dedi Basa Tömür kulib turib. Şuna seni yavalsın mikin deb izdigan edik. Toğluq Tömür bu gapni anlap, balbig'ini teximi chingitib qo'ydi. Uning qo'rsqi haqiqatan echib ketgan edi. Qayerda o'ltirdinglar? deb so'radi u qurib gaz bog'lab ketgan levini tili bilan yalab qo'yib.
Saqin Sutay degan yerda beliq ko'p ekan. Tünügün biz u yerga cho'lmi yasab qo'ygan edik. Men malga qarab turdim. Ariq Batur bilan Bay Batur ikkisi tayoq bilan urib yurib, bir damning ichida 10-20 tal beliq tutdi. Bir nechasini o'tqa qaqlab kavob qilib pishirdik. Qolganini sho'rp qilib pishirdik. Sanga shu beliqdan elib qo'ygan, berib yavalg'in. Mallarimni qanday qilarman? Dedi Tuğluq Tümür xijolat bo'lib. Shiravul oqsoqol mallarimni boshqalarning meliga qo'shib yiqibsan deb yana tillab ketarmi? Undaq bo'lsa, men melanga qarab turay. Uning g'ichilik sen berib qo'rsqingni to'ydirib kelamsa, dedi Basa Tambur kulib turib. Biroq Tuğluq Tümür o'rindan qimirlamadi. Bo'lmaydi, kech kiray deb qoldi, dedi u ballarga xas samimilik bilan. Malni qo'rog'i solaydigan vaqt bo'lib qoldi. Shiravul oqsoqol qoro oldida bir-birlab tekshirib chiqqandan keyin andin malni qo'rog'i kirgizishga ruxsat qiladi. Shunga yana ozroq o'tiltibamsam bo'lmaydi. Basa Tümür naylash. Mayli bo'lmasa, men berib pishirgan beliqdan ozroq akilib beray. Sen yiroqqa ketmay tur, hozirlik kelaman, dedi-da to'pilikdan yugurib tushib ketdi. Texi o'g'illari qetib yetmagan o'smir Tuğluq Tümürga bugungacha ko'rganlarimi yetib oshgan edi. Ammo turmush uni o'zining to'liq huquqliq a'zosi qilish uchun yana o'zining xilili ko'p sinoq g'ovg'alarini uning go'dak beshidan o'tkazdi va o'tkazmoqchidi. Tuğluq Tümürning 6 yoshga kirgan chaqlari bo'lsa kerak, uning o'gay otasi, ya'ni To'xtaviy xalqining ulug' amri Oqsoqol Shiravul To'xtaviy o'zining to'qili Manglik xotunni patpatli tillab uning diliga azor berdigan bo'lib oldi. Bir kuni Shiravul To'xtaviy kichik Tuğluq Tümürning ko'z oldida uning onasi Manglik xotunni tillab ketdi. Endi men zadili chidab tura olmayman, deb vaqirdi. U qon quyganda qizirib ketgan ko'zlarini chekchaytdi. Bu sening Esen Bug'axoningning ordisidagi harmang emas. Uyimda sening bekor o'ltirib yegining, kigining yetmagandek bu harom tomoq saqlandingmi? Bekorga ashyab, qach bekorlab yuriydi. So'g'oqlarda avar bo'lib ko'rsang eding, ana shu chaqda bir parcha nonning qandoq keldiganligini bilgan bo'latding. Shu chaqda bu ahonatga zodili chiday olmagan Manglik xotun kichikida narisida Tuğluq Tümürni bag'riga besib, ho'ngrab yig'layotgan edi. Uning quloq tubida Shiravul To'xtavining dilini ranjitib, yurakni azgan ahonatlik so'zlari jaranglab turadi. Bekorga tamoq yeydi deydi. Kim bekorga tamoq yebdi? deb puchilandi Manglik xotun. Shiravul To'xtavining uyida bekor o'ltiribdimanmi? Ya kunduzi, ya kechasi tinim tepishni bilmayman. Namda men Shiravul To'xtavining xotini, uning uchun Injumalik ismli bir o'g'ilni tug'ib berdim. Biroq bu uyda mening o'rnim amaliyotda qul dedakdan hech farqlanmaydi-ku. Buning hammasi kim uchun? Ashu hech nimani bilmaydigan kichik narisida o'g'lim Tuğluq Tümür uchun emasmi? Hala bugun u mushundaq ot eshakdak ishlab turibmi, yana harom tomoq degan nomni olsa qandoq bo'lg'ini? Manglik xotun Esen Bug'axonning cho'ng ayoli satilmish xotun tarafidan chaplanib, qari chaplanib, xon harmidan qo'g'lab chiqarilgan chaqdila yashash umidini uzgan edi. U To'xtavining ulug' amri Shiravul To'xtavining uyiga keltirilgandan keyinmi o'zining bu o'yidan hargiz voz kechgani yo'q. U har qitim ertish suyida bo'yni sug'i solganda kun bitish tarafga qarab tinmasdan shaqirab oqadigan bu azim daryo suyiga qo'shilib, shimoldagi qorong'u zaminga billa eqib ketishni orzu qiladi. Biroq qachonki uning qornidagi yangi jon tavirdi, shuningdan e'tiboran u mundaq bo'lmag'ur xiyoldan qat'iy voz kechdi va Esen Bug'axonning pushtidan uning qornida to'ralgan ashu yangi sherin jon uchun har qanday xo'rliq chidab yashashga qat'iy bel bog'ildi. Bir kuni kechqurunligi Manglik xotun o't dövilari orasidagi yolg'iz oyoq yo'lda mo'risida liq suyi bor so'g'ini yutib uyga qarab kelyotdi. U japa mushaqqatda vaqtsiz oqargan uzun sumbul sochlarini qapturg'iga silib olgandi. Uning avrishim
Taldak boylari turmuşning ig'irchiligi ichida pukilgan, guldak ruxsari ig'ir mehnatda so'lgan edi. O ketib etib, tuyuqsiz müdürlüb ketdi-de, ko'ngli bir ishni to'ygandek bo'lib, xavfsirab qoldi. Ko'ngildagi jiddiylikni besish uchun hech nimani o'ylamaslikka tirishib, quyosh elanib yetib ketgan tarafga kechki shafaqning nurida sarg'uch qizil bo'lib ko'rinayotgan tog' to'pilarga, havorang tusga kirayotgan ko'k ertish daryosining ustiga o'rilgan o't cho'plarga uzoq qarab mangdi. Ammo u jiddiylashgan ko'nglini ochadigan hech narsa ko'rinmadi. O'tloqning usti qip-yalang'och bo'lib qolgan. Texi bayila atiganki quyosh nurga qarshi nozik gullarni tavirtib turgan payonsiz yap-yeshil o't cho'plar hozir xas-xashak bo'lib yerda so'lishib yetibdi. Bularning hammasi yiqimsiz kuz faslining yiqilishib qilayotganligidan derak berib, yurakka mung salatdi. O'rib tashlangan gullar so'lishib pırlaşgan. Uning guldak yoshlig'imi sezdirmasdan ani shundoq o'tib ketgan xazon bo'lgan edi. Mana seyg'in durib uning balaliq, o'smirlik, beg'am qizliq vaqti ko'z oldidan o'tdi. Qandaq g'amsiz, qandaq rahat chaqlar edi ha ashu balaliq chaqlar. Manglik xatun yelkisidan basqan eg'ir so'g'ining tasmasini sal surib qo'yib mang'ash, Esen Bug'axonning qon ichkichilar lashkarlari tarafidan o'ldirilgan otasi Chag'ribagni birdilla eslab qoldi. Bir kuni u otasi Chag'ribag bilan Chalish Qarshahar daryosi bo'yida sayli qilib ketib, yerda yotgan qashtashdek suzuk bir yumaloq toshni qo'lga oldi. Bu iqin su tarafdan qirg'oqqa ittirib chiqqan to'limi pokiz bir tosh edi. U aslida iqin ostidagi tosh, iqin suyining chayqishi va oldiga qarab ittirishi orqasida o'zining pak holatini davomli saqlab qoladigan. Dedi shu chaqda rahmatlik otasi manglik qizning qo'lidagi toshni ko'rib. Ular menib bir to'xtam suvning qishig'i keldi. Bu yerdagi toshlarni sisiq lash besib ketgan edi. Rahmatlik otasi bu toshlarni ko'rsatib turib, "Mana bu toshlar qo'lingdagi toshga o'xshamaydi. Ular yap-yeshil paqilishiga bulg'unib, sisib turishidi. Shuningga o'xshash insonmi jafo chekmagicha hargiz halovat ko'rmaydi. Jafo mushaqqat inson bo'lish uchun rahat farog'atning ichitqusi bo'ladi." Manglik xatun balaliq chaqlardagi ashu go'zal aslimalarga berilib ketib, bayqi jiddiylikni unutib qoldi. Bu chaqda kechki tinchlikni buzib, qayerdandir bir yosh qulun kishnidi. Manglik xatun qadamini tezlatdi. U avulga yetib kelib, eshik oldida mo'risidagi eg'ir so'g'ini amdili yerga qo'yib turishiga qora uy ichidan Shiravul To'xtavining sat vaqirgan ovozi anglandi. Agar bu saqlandi, yana mushundaq bekor o'ynab yuraveradigan bo'lsa, deb qaynayotdi u kimdir birsiga. Tag'rimdagi o'nlarimni, uylarimdagi ochliqlarimni yeb tugitdi. Buningdan keyin onasi bilan bolasiga kuniga birdan ortiq zag'ri berma. Heliqi yetim o'g'loq bugunla tunguzliqdagi molchilarning qishig'i mangsun, nonni harom yemisin-da. Bu bola aran 16 yoshga kirgan-ku, dedi bir ayolning e'tiroz bildirgan uni anglandi. Bu Shiravul To'xtavining cho'ng xotini Ulunning ovozi edi. Bu chaqda Shiravul To'xtavining 6 yoshga kirgan bo'lsa, men qanday qilay? Umu o'z rizqini ishlab tepib yesin-da, deb vaqirgan ovozi anglandi. Elimo 6 yoshga kirguncha uchisiga bekorga egen, qo'rsig'iga bekorga tamoq berdim. Uyning ichidan anglayotgan bu paranglarning o'zi bilan o'g'li tug'liq to'mir ustida bo'layotganligini sezib, Manglik xatun ittik qari uyning ichiga kirdi. Qari uyning ichida uning hozirgi eri To'xtaviy qabilasining ulug' amiri Oqsoqol Shiravul To'xtaviy to'rda badashqan qurib o'ltiradi. U qo'yning paqalchoqlarini ishtaha bilan g'ajilayotdi. Uyning o'ttirsida uning cho'ng xotini Ulun o'ri turadi. Mana Manglik xatunning o'zimi kirdi, dedi Ulun xafa bo'lgan holda. Nima gaping bo'lsa, uning o'ziga aytqaysan. Har holda Shiravul To'xtaviy, kichik narisida bolaga unchola tosh yurakli qilib ketma, yomon bo'ladi. Uvaliga qolsan Oqsoqol. Shiravul To'xtaviy,
dedi Мәңлік Хатun dadıl sözləb. Meni satılmış Xatun sana toqqallıqı beriyotganda top-to'g'ri 20 yoshda edim. Hala bugün senin xizmetingni qilg'ili 6-7 yil bo'pti. Men sen uchun texi bir o'g'ilni tug'ib berdim. Sening g'alchiligingni qilaman deb qari chochlarimni vaqtsiz oqardi. Rahim qil oqsoqol. Undaq tash beg'irlik qilma. 6 yoshlik tug'liq to'mirni mol beqishga avatvassang, mushtumda kichik bola molning keyindan qandoq yetishib mangalaydi. Nima ishing bo'lsa, mani men yosh bo'lgandikin meni salg'in. Men sana yana 20-30 yil ko'z nurimni to'kib ishlab bera olayman. Yiliga 1000 aqchidan ishlasammi, az deganda sana 2 tuman aqchi tepib bera olayman. Balamni meningdan ayirib etmagin. U dalada och to'q yurib, issiq sovuq qilib ölüp qalıdı. Мәңлік Xatun uluq kiçiktinib yerga qaradi və közüdən müldirləb tamğan yaş tamçılarını yanlar bilan ertib Şiravul Toxtaviga qarab yana sözünü davam qildi. Mən nimili bolmusun nikahingdagi xotunungu, öz pushtingdan bolgan Injimalik degan o'g'lining anisigu, hech bo'lmaganda xotinlik mehrning yuzini bo'lsimi qil. Мәңлік Xatun, seni satılmış Xatunның qo'lidan saq ajırtib olganimga rahmat etsan boludu, dedi Şiravul Toxtavi qo'lidagi g'ajab bo'lgan so'ngakni yerga piqirtib tashlab turib. Bo'lmasa o'liging nalarda qolar edi? Seni satılmış Xatunның qo'lidan ajırtib olganda bir munch pulni seni o'zimga xotin qilaman deb sarf qilmagan. Uning ustiga balangni beqiyotman. Yetar endi. Menga xotin kerak emas. Menga ishlab berdigan, o'g'il tug'ib berdigan xotin kerak. Men seni shuning uchun to'qqallikqa olganman. 6-7 yildan buyon sen menga qanchalik ish qilib berding? Qanchalik o'g'il tug'ib berding? Mekiyan chig'ida kuniga bir tuxum tug'di. Senchu aran bir o'g'il tug'ib berding. Sening men uchun qilib bergan ishlaringning hammasini qo'shqandimi? Ana bola ikkinglar bu 6-7 yildan beri mendan elib yegan zag'irnallarga tang tura olmaydi. Shunga yetim o'g'loq o'g'ling bugunning o'zidila malchilarning qishig'i mangmisi bo'lmaydi. Мәңлік Xatun Şiravul Toxtaviga zotili gap yükselmegandan keyin naylash. Hey, Şiravul Toxtavi, qara, u sening chujisidakli kichik bola endi, deb yig'lab. Rahim qil, bilamsan, To'g'liq Temur marhum Chag'atay xoni Esenbug'a xonning o'z pushtidan to'ralgan bola. Almadis biror ish bo'lib qolsa, sen al ulusga qandoq javob bersan? Esenbug'a xonning o'lginiga 6-7 yil bo'lib qoldi, dedi Şiravul Toxtavi so'g'uq kulib turib. Sen undaq degining bilan balaning kimning pushtidan to'ralganini Tangri o'zili biladi. Qani, u rastla Esenbug'a xonning o'z pushtidan to'ralgan bo'lsa, uni isbotlaydigan narsangni ko'rsatmamsan? Мәңлік Xatun tiqib tengirqig'inicha turib qoldi. Mushi tapda uning kallasida qattiq kurash bo'layotdi. O'g'lining Esenbug'a xonning o'z pushtidan bo'lganligiga faqat qo'lidagi yo'lvoz suratlik oltin tamtaklar isbot bo'la oladi. Oltin tamtak deganimiz Chag'atay ma'muriyatidan berilgan metal tamtakning nomi. U odatda yo'l xetilik rolini o'taydi. Chunki bu oltin tamtakni Esenbug'a xon Mavhara Unhayirga yurish qilish oldida aslilik sifatida kelgusi tug'ilgan o'g'liga qoldirib ketgan. Hozirning o'zida yenidan Aşı oltin tamtakni chiqirib Şiravul Toxtaviga ko'rsatib, To'g'liq Temirning Chag'atay zada ekanligini isbotlash tamoman mumkin. Lekin uni butun Chag'atay ulusining har qaysi ulusbaklari va ulug' amirlari jam bo'lganda qurultayda andin jamoatga ko'rsatish mumkin. Shu chaqdila andin To'g'liq Temirning haqiqiy Chag'atay zada taxt varisi ekanligiga hamma odam ishonadi. Bo'lmasa, boshqalar ishonmayli qolmasdan, balki sen o'g'irlagan deb bo'xton qilishidi. O chaqda To'g'liq Temur texmi dushmanlik bo'lib qolmamdi. Hech bo'lmaganda qavm jamoat billi bo'lgan so'rinda yo'lvoz suratlik oltin tamtakni ko'rsatib, o'g'lining haqiqiy martabasini oshkorlash kerak. Uningdan ilgari bo'lsa, To'g'liq Temurning aman esanligi uchun bo'lsa-mu, har qanday azobga chidash kerak.
Әмма oğlunun Çağatay zadilik mərtəbəsini isbatlaydigan yolva sürətlik bu altın təmtəkni dərhal göstərilməsə, 6 yaşlıq oğlu Tuğluq Tümür malçılarının qışığa dərhal meniş gerek. Qandaq qilish gerek? Ahiri oğlunun bəxit saadəti və hayat mamati bilan münasibətlik bu zor işdə hərgiz bir xəstəlik qilishqa bolmaydiganlığını düşəngan bu Qaysar ana tişini tişləb turub qat'iy irodaga keldi də mundaq dedi. Hey, Şiravul Toxtavi, hazırca mən sana ondaq Çağatay zadilik mərtəbəsini isbatlaydigan Tənrıdan başqa heç qandaq isbat göstərməyəm. Məyli, kiçik Tuğluq Tümür mal baqqılı barsa beriversin. Bu rozgar aləm ət qaysı rəngdə boyuludu, pələk nəyranvazlığı qaysı tupraqni beşimizgi çaçıdı, sənmu, mənmu heç qaysımız bilməyimiz. Tuğluq Tümür mal beqib turub, turmuşның açıq çüçüklərini titib, atısı İsən Buğaxandək Qaysar iradlik çoğ bulub qalsa, əcəb əməz. Hə, bəlli, mana bu sözün durus boldu. Baştılı şundaq degen bolsan bolmasmıdı? Dedi Şiravul Toxtavi xubsallik bilan külüb turub. Sözləversən söz çıqıdı, çoqıyversən köz dəpdike. Hey Noxanbay, qinisən? Ақсақал Şiravul Toxtavining özünü to'lig'ini anglab, uning Noxanbay degan malchisi uyga yugurib kirdi da, "Hurmatli Ақсақал, nima topshiriqingiz barkin?" deb bir chetda qo'l qo'shtirib turdi. Hozirning o'zida muni Tuğluq Tümürni ko'k ertish bo'yidagi malchilarimning o'tog'iga opirvat. Atidan boshlab mal baqsin, dedi Şiravul Toxtavi mayliq barmoqlari bilan bulutlarni to'lg'ab. Noxanbay, "Xo'p, əmringizni hozirning o'zida baja keltirgayman", dedi de talada ballar bilan o'ynayotgan 6 yoshlik Tuğluq Tümürni yig'lig'iniga qarmasdan qo'lidan tutib so'rab elib mangdi. Anasıdan acırtılgan 6 yaşlıq bu narisidining piğallıq yığızari, balısıdan acırtılgan mihriban japakesh anının içinişlik dat peryatlarını anlap, kişiler Ақсақал Şiravul Toxtavining qara uyning oldiga o'lashdi. Bu yerda haqiqiy fojia yuz bermoqda edi. Yürek parısından ayrılgan biçare anının közleridanmı və mihriban anının ıssıq bağırdan ayrılgan biçare narisidaning közleridanmı yaş o'rniga qan çaçırmaqda. Ağızdan ahuzarlar o'rniga piyğan otlari çaçırmaqda edi. Bu ahval kishilarga xuddi mal to'llagan vaqtda tug'ilgan zaman ko'rpisini elivilish uchun so'yildigan qo'zilarning beshig'i tushgan fojiani eslatdi. Biroq bu yerdagi farq shu ediki, u fojia bugungi holatini atili unutib qoladigan tilsiz hayvonning beshig'i keladigan fojia bo'lgan bo'lsa, kishilarning ko'z oldida yuz berayotgan bu fojia hamma narsani ilg'i qila oladigan va tushuna oladigan angliq inson bolasining beshig'i kelayotgan haqiqiy fojia edi. Şiravul Toxtavi ana bala ikkisining ayrilish minutlaridagi ashu piyğanlıq və alamlik yig'izarlarga xuddi masxira qilgandek kulib qarab turadi. Oxiri u heliqi Noxanbay degan malchisiga "Endi mangsang boludu" degandek qo'lini shiltidi. Malchi "Barmayman, anamning qishig'i barman" deb yig'lab, ha deb yulqinayotgan 6 yoshlik Tuğluq Tümürning qo'lidan tutib, uni ertish bo'yidagi malchilar turalg'usiga so'ragan peti elib mangdi. Bu chaqda yig'lab ketayotgan 6 yoshlik Tuğluq Tümürning orqasidan Manglik xatun: "Mening balamni nega gapirsizlar? Balamni qaytirib beringlar" deb zar qaqshab yig'lab ulgurdi. Kechqurunligi jimjitlikni buzib, qayerdandir bir ayg'ir kishnidi. Atiyaz fasildagi bütün dalaning usti yopirmoq chiqarish uchun bix surgan kang o'rmon yaqinlari, yap-yeshil bo'lib ko'kargan ertish bo'ylari, hamma yoq jonliq, qaynam tashqilliq bilan gullab yashnash arzusida tabiatning bahor faslidagi mehrlik bayramini o'tkazmoqda edi. Payansız tabiatning husni, bayramning guli bo'lgan turlik küçük sayrıgıcı quyosh bilan tabiatning ko'kini, yap-yeshil bahor qizini kutib olmoqda.
Mana haş-paş degiçe baharmı kirib qaldı. Toğluq Tömür 6 yaşqa kirgan ətiyaz pəslidin 16 yaşqa tolğan baharıqıca özünün 10 yıllık balılıq və ösmürlük vaxtını ertiş boyda ögey atısı Şiravul Toxtavi'nin milini beqiş bilen ötküzdü. Bu 10 yıllık capa müşaqqatlik turmuş onunğa nurgun narsalarni ügetdi. Onu həmmigi bərdaşlıq berələydiğən çidamlıq boluşqı yetəkildi. 15-16 yaşqa kirib qalğan Toğluq Tömür öz təngtüşləri içində bəstlik, güçlük bolğunu bilən intayın kəm söz, asallıqçı terikməydiğən, bir işqa bəl bağlığan haman, heç nərsdən yanmaydiğən, qarşı tərəfinin sözlərini səvir taqət bilən anlap, tegişlik cavabını qaytırdığan, əmma haq-nahaq işq kəlgəndə, qılçımı etibarsız qaramaydiğən, mehir şəfqətini biladiğən, G'azab nafrati iniq, kuchlik, haqqoniyat tuyg'usiga ega irodalik bir yosh bo'lib yetishib chiqdi. U ulus, millat va o'z xalqining taqdiriga munosabatlik har xil ishlarning taktini bilishga qiziqadi. Ashu qiziqishi bilan nurg'un foydali narsalarni o'rganib olgan edi. U kishilarning, Mo'ng'ullarning yiroq o'tmishi va Chag'atay ulusining hozirgi istiqboli haqida aytganlarini anglashga qiziqadi. Natijada bu gaplarning ma'nosiga bara-bara to'liq tushundigan bo'ldi. Avul, aymoq, qabila, urug', ulus, millat orasidagi turli zo'r ishlarni esida mahkam saqlab, aql farosatda tadrijiy pishib yetilishga boshladi. Şundaq. Şadlıq yandaşqan facia teximi moңluq boludu. Көз yeşi arlaşqan facia adamның yürək bağrını örtəb taşlaydı. Capa müşaqqatda və davalğuş içində ötən həyatın başqalarının həmmisi adətdəki turmuş hesablanıdı. İnsaniyyət cəmiyyətindəki təngsizlik, yoxsulluq, əcir mehnət, namratlıq, qaşşaqlıq və azab oqubət digərlərinin həmmisi kişilik turmuşdaki türlü qimmatlarının sınaqlarıdır. Bundaq sınaq g'ovg'alarni o'z beshidan o'tkazadigan odamlar uchun ular to'limi qimmat, baholiq boyliq hisoblandi. Nihoyat To'g'luq Tömür 6 yaşından başlapla mehribon onasining issiq qo'ynidan ayrilib, ko'k ertish bo'yida mal boqqandan hisoblaganda hozirga qadar 10 yil vaqt o'tibdi. Lekin u ashu hayotning tengsizlik, yo'qsullik, ajr mehnat, namratlik, qaşşaqlıq və azab oqubat qatarlıq tikanlik, agri to'qay yo'llarini birdan bir o'z puti bilan chamdab o'tdi. Odamning ruhini tushiradigan nayti ko'p turmush mushaqqatlarga duchor bo'lganiga qaramay, u bargan siri turmushni so'yadigan, tengsizlikka chidab tura olmaydigan, bechora, faqir odamlarga hissdoshlik qiladigan, öz yurt vatanini so'ydigan, kang qo'rsoq, sog'lom bir yosh sifatida turmush sahnasiga chiqishga boshladi. U 6 yoshgacha bo'lgan balaliq chog'larini mehr shafqat deganni bilmaydigan, qari qo'soq, qo'pol, seriq burutliq o'gay otasi Shiravul To'xtavining uyida o'tkazgan bo'lsa, butun o'smirlik chog'larini malning orqasida yugurib o'tkazdi. U Shiravul To'xtaviga o'xshash tashbig'ir odamlarning orasida yashapmi, zaharlanmagan, ochsar bo'lsa-mu, ammo bir burda ninini o'zi bilan tang yeyishgan, yo'qsul, namrat hamrohlarining oq ko'ngilligi bilan qalbi suv ichgan butun balaliq va o'smirlik chog'laridan tartibla ko'na, qashshaq turmushni yomon ko'rishga boshladi. Jabr japa, kulfat mushaqqat bilan to'lgan balaliq o'smirlik chog'lari uningga ko'p narsalarni o'rgatdi. Uning go'zal, baxtiyor turmushga bo'lgan talpinishni texmi kuchaytirdi. Bo'libmi To'g'luq Tömürning Chag'atay ulusining eng to'van qatlamidagi jafokash avom bilan billa o'tkazgan 10 yillik malchilik hayoti uning beshini balaliq va o'smirlik chog'laridagi buzilgan, burumlangan mafkuralardan tozalab,
uning kishilik turmushga bo'lgan bir turlik negizlik qarashni, ya'ni Tangri oldida hamma odam barobar degan qarashni tadrijiy vujudga keltirgan edi. Halbuki bu tavlanish uningga kishilik turmushning turlik achchiq chuchuklarga, turlik jafo mushaqqatlarga bosh egib, qo'l qovushtirib turadigan yavash, irodasiz mo'min puhra bo'lishini emas, balki taqdirga bo'yin egmaydigan, yangi to'qinish, ziddiyat to'lqinlarida to'xtamay olg'a qarab uzadigan kishilik turmush kemisining qaysar ro'ltisi bo'lishini o'rgatdi. Ro'shan ko'rinib turgan oq bilan qorini, qizil bilan seriqni farqlantirishla emas, balki och kulrang bilan oqqush hol tusnimi, och havorang bilan och qizilnimi, yana boshqa ajratish qiyin bo'lgan turlik hayot ranglarining farqini bilishni o'rgatdi. To'g'liq Temirxon Abduvali Ali 3-bob 115-batdan boshlandi. Ko'k ertish bo'yida qishda sovuq intayin qattiq bo'ladi. Shunga ertish vadisida yashaydigan To'xtaviy xalqining yilqi to'gilari, qo'y kallalari qishda kuzlak deb atiladigan kunga yon bag'irlarda qishlatiladi. Agar qish issiq kelmasa yoki qattiq issiqdan darrov sovuqqa o'zgarib ketmasa, kang dalaning yuzini bir tutash qaplagan qilin qor o'ng'ayliqcha muz bo'lib qetib ketmaydi. Mubada qish issiq kelib qolsa va orqadan qattiq sovuq bo'lib ketsa, atning qo'rsqi taqashqidaq qilinliqdagi qorlar goh erib, goh muzlig'anlikdan o'tloqning ustini jut deb atilgan qilin bir qavat muz qaplab oladi. Yilqi to'ga qo'y kalalar qarning ustidagi o'tlarni yeyolmaganlikdan qishdan semiz beti chiqolmaydi-da, molchilarning kuni taslashadi. Kishilar eshib-teshib turg'idak o't cho'p tayyorlashga odatlanmagan edi. Yoki o't cho'p tayyorlasimi, bu o't cho'plarni faqat uruq, o'limtik, ushshaq qarimal uchunla sarf qilishadi. Molchilar sovuq qish kunlari qilin qarni o'yib, ustini kigiz bilan yepib, o'zlariga uy yasab oladi. Va butun qish chiqquncha kun ro'zg'arini ashu sovuq cho'l bayovallarda o'tkazadi. Faqat kiyim-kechaklarini yo'tkimakchi yoki quritmoqchi bo'lganda anda sanda avulga kelib ketib turadi. To'xtaviy qabilasining oqsoqoli Uluq Amir Shiravul To'xtaviyning molchilariga Nuxanbay boshchilik qiladi. Shiravul To'xtaviyning 5000 yilqisi, 20 qo'ri qarmili ashu Nuxanbayning qo'l ostidagi molchilar tarafidan beqiladi. Molchilarning o'tavi Tunguzluq degan cho'ng suvning u tarafiga joylashgan edi. Molchilar orasida Hasan Baxshi degan bir Uyg'ur molchisi bor edi. U biladiğini ko'p, to'limi so'zman, kichik pe'il bir odam edi. Molchilar orasida u to'g'riliq Hasan Baxshi Idiqut elidagi Lukchun degan yerdan qechib ketgan degan parang tarqalib yuradi. Molchilar beshi Nuxanbay 6 yoshlik To'g'liq Temirni eng dastlabda ashu Hasan Baxshiga qo'shib qo'ygan edi. U ikkisi bir qoro molni 10 yildan beri billa beqishib kelishmoqda edi. Hamma Hasan Baxshi musulmon edi. U har kuni kun patar tarafga qarab 5 vaqt namoz o'qirdi. Uning bu ishlari kichik To'g'liq Temirga to'limi qiziq tuyuldi. Shunga Hasan Baxshi har kunligi saharligi bamdat deb atildigan bir vaqt, tushdagi peshin deb atildigan bir vaqt, tushdan keyin digar deb atildigan bir vaqt, gugum tushgandan keyin sham deb atildigan chaqda bir vaqt va uxlashdan ilgari xubdan deb atildigan chaqda bir vaqt kun patarga qarab tizilinib o'ltirganda Go'dak To'g'liq Temirmi bir tarafda uning harakatlariga qiziqsingan holda qarab o'ltiradi. Hasan Baxshi nurg'un hikoya cho'chak, jangnoma qissalarni yodga biladi. U Uyg'urlarning qadimgi ota-bobolarining qahramonligi tasvirlangan qissalarni nihoyat qiziqarli qilib so'zlay oladi. Bu hikoya cho'chak qissat rivoyatlar
Oğuzxan Alip Ertuğ'a haqidagi bir qissa To'g'liq To'mirga bakmu yaqqan edi. Bu o'g'il anasining o'g'iz sutini bir qatim emibla ikkinchilab anasini emmidi deb boshlanadigan bu qissada Uyg'urlarning eng qadimki buvisi bo'lgan Oğuzxonning qatma-qat tog'lar ichida yashaydigan elini jut bo'lib ketgan zamindan bir ko'k bo'rining yordami bilan boshlab chiqib nijotlikka erishtirganlik hikoyasi so'zlanadi. Ko'k ertish bo'yida qishning havosi doim o'zgarib turadi. Bir kuni kechasi tuyuqsiz qattiq shivirgan bo'lib ketdi. Qara kigiz bilan yepilgan malchi kapsining ichi go'rdak qop-qorong'u edi. Talada shivirgan gurildaydi. Qattiq shamol xuddi yerdan yulib aketmoqchi bo'lgandek kuch bilan kapini uratdi. Gödək To'g'liq To'mirning qulqiga talada birdam yig'ilgandek, birdam kulgandek ovozlar anglanadi. Bu ovozlar uning qulqiga xuddi bo'rilar kigizni yirtqish tishlari bilan bo'sib yirtayotgandek bilinib ketdi. Uning teni birdilla shurkingandek tikallashib ketdi-da, yirtiq taqir jo'siga texmi ching o'rinib, o'choqda pil-pil qilib kuyayotgan o'tga qarab tugilib yotdi. "Qo'rqyapsan ha?" dedi Hasan Baxshi uningga ichi og'rib. "Qo'rqma, talada hech nima yo'q. Shivirgan chiqyapti. Bugun kecha qattiq qor yog'adigan o'xshaydi." Bugun ularning kapsida boshqa o'tavdiki Basa Tambur, Bay Tamur va Arix Batur degan malchi bolalarmi cho'chak anglaymiz deb qunib qilishgan edi. Bayatin talada chiqayotgan shivirganning ovozidan qo'rqib jim yetishgan malchi bolalar Hasan Baxshining ovozini anglab, başlarını sağının çücüsüdek cuğularının astıdan çıkırışıp qarashdi. Shivirganning ovozi xuddi jinning ovozidek anglanib turadi. Dedi malchi bolalarning orasidagi Basa To'mir degan cho'ngroq bir bola. Hasan Baxshi, aytqinchu, jin degan narsa zodi bor narsami, yo'q narsami? Bo'lmaychu amsa, dedi Bay Tamir degan yana bir malchi bola Hasan Baxshi javob bergucha. Talada anglanayotgan, birdam yig'ilgan, birdam kulgan ovozlar jinning ovozi bo'lmay, nimaning ovozi? "Hay balalar!" deb chaqirdi Arix Batur degan yana bir malchi bola. "Jin mushu tapda udul o'yining ichiga kirib kelsa qanday qilamiz?" "Ha ha ha ha." Balalarning sabiylarcha qilishgan mulohizalarini anglab, Hasan Baxshi kulib ketdi. "Sizlar taladagi shivirganning ovozida uxlay olmayapsizlar-ku deyman. Bo'lmasa, men bizning yurtimiz Lükchunda yuz bergan mundaq bir qiziqishni so'zlab beray. Shuningdan o'zinglar jinning ras bar yo'qligiga qarab bir nima darslar. Bizning Lükchunda qari to'yin deydigan bir daxan bor edi." deb hikoyasini boshladi Hasan Baxshi. U hamisha tushunmaydigan vahimalik so'zlar bilan kishilarni qo'rqitib, jinkashlik qiladi. Öhö. Hasan Baxshi kalti yutilib qo'ydi. Bu chaqda Basa Tamur o'yining o'ttirsida asta kuyayotgan o'tqa bir ikki tal tezakni tashildi. Bu tezaklar boshda ko'ymay, keyin birdilla o't elib, islashib, sesiq puroq chiqarguncha tutab yenishga boshladi. Hasan Baxshi deb cho'qirashdi bolalar taqat qila olmay. "So'zlamamsan, keyin qandoq bo'ldi?" "Mana hozir deyman" deb kuldi u. "Qari to'yin oxirgi zaman bo'lganda ay tutuludi, kun ko'ydi. Ay tutulib, kun ko'yganda Dajjal deb atildigan bir bahayvat jin suv beshi tarafda paydo bo'ladi deb so'zlab yurgan kunlarning birida bir kechasi degandek ay tutulib, butun jahonni qorong'i zulmat qoplab ketdi. Qari to'yinning so'ziga chin putgan kishilar oxirgi zaman bo'ladigan bo'ldi, Dajjal keladigan bo'ldi deb deyishib cho'chib ketishdi va jinni o'rkitimiz deb talog'i chiqib olib, qazon qumushlarini tarang'iltib chalg'ili turdi. Ular Dajjal ani keldi, mani keldi deyishib turganda osmondagi tutilgan to'lin ay birdilla yo'rib ketdi va yer zaminga oppoq nurini chechishga boshladi. O'zinglar bilisizlar, sutdak oydinda ochiqchilikdagi hamma narsa nihoyat aniq ko'rinib turdi.
Bu çağda yuqurdaki su beşi tarafdan pulanlap kelyotgan qandaqdır bir narsaning qarisi ko'rindi. Uning beshi nayti yo'g'on, nayti qo'rqinchliq edi. Hamma "Ani dajjal, ana jin kelyotidi" deb qiyachiya qilishib, har kim har tarafga qochdi. Mahallimizning oqsoqoli qo'rqib ketganlikdan o'zining chamg'ur o'risiga mökünüptü. Xotini bo'lsa, katakka kirib olaman deb tiqilib qopdi-da, unining baricha chiqirab, uyning oldidagi qo'ziqqa bog'liqliq turgan ishni qo'rqitib o'tibdi. Ish zanjirni uzib talog'i qechibdi. Qo'shni buvay katakning ichiga kirib olib, jin degan xo'rozning chillig'ini anglis qo'rqatdi deb xo'roz bo'lib chillabdi. Uni ko'rib, boshqalarmi to'xoni do'rab chillabdi. Shunda qilib bütün mahalla vahima ichida qoldi. Suv beshi tarafdan kelayotgan heliqi qo'rqinchli narsa mahallaga kirgandan keyinla kishilar uning jin bo'lmasdan, balki odam ekanligini bildi. U aslida oqsoqolning suv beshidagi buloqdan suv akilishga borgan bir chaqiri ekan. U endi suvni alay deb turishiga ay tutilibdi-da, shuning bilan u sunuma almay soğuni beshiga kiyilib mahallaga qarab yugurgan ekan. Balalarning hammasi bu qiziq ishni anglab uchi uzilgidek kulishdi. Keyin ular o'choqdagi o'tga qarishib, xuddi yoz kunlari yulduzlar charaqlab yongan tiniq tun osmoni ostidagi barangliqda parang selishib o'ltirdigan buvaylardek birdam jim o'ltirib qoldi. Balalar, uyqunglar keldimi? deb so'radi Hasan Baxshi jimjitlikni buzib. Şivirgan besiqmug'icha baribir uxlug'ili bo'lmaydi. Mushundaq şivirganda malga o'ngay bo'ri tegidi. Shunga men avval mal qorosini bir yo'qlab o'tib kelay. Andin sizlarga olib artunga haqida qissa degan hikoyadan so'zlab beray. Menmi sening bilan birga chiqaman, dedi go'dak To'g'liq Temir. Qaramununi, mushunda qarshi virgandimi talog'i chiqaman davatqinini, dedi Hasan Baxsha To'g'liq Temirning g'ayratidan xo'shal bo'lib. Böğrüden korkmamsan? Böğrüden korkmayman. Hoşşara, meyle çıksan çık, juvanğa Mekkem yöginip arkamdan man. Ular malcı kapısının ışıgını qayrib talağı çıktı. Şıvırgan sel boşugan edi. Tün cimcit, asmandaki şalang bulutlar goya yoruk yıldızlar arasında üzüp yürügende körünetdi. Hasan Baxshi To'g'liq Temirni keyniga silib, mal qorosuna aylandı. Ular qo'roning chetiga o'tib turib edi. Qo'rodagi mallar bir dilla urkib patparaq bo'lib ketdi. Sazgur padishti qavashqa boshladi. U bo'rining yaqin joyda ekanligidan xabar berib atdi. Degandek mal qorosining yuqori tarafiga yiqilib bir joyda yeshil nur pal-pul qilib ko'rinib qoldi. Bu bo'rining ko'zlaridan yongan nur edi. Malchi it bo'rini qo'g'lab ketdi. Bir kemlerde mal qo'rosining kuntug'ar tarafidan malning düppirlagan ovozi anglandı. Hasan Baxshi bilan To'g'liq Temir yugurishib borsa, 3 bo'ra yo'g'on bir erik qo'yni ostiga besibapti. Eliqi erik boshqalarni yordamga chaqirgandek ma'rab ha deb tipirlamoqda edi. Hasan Baxshi qo'lidagi so'yla bilan hayva qilib bo'rilarni qochirmoqchi bo'lib qattiq baqirdi. Bo'rilar qo'rqib ketishdi. Hem astığı besib olgan heliqi erikni tashlab, qo'roning teshig'i chiqib qarab turishdi. Lekin ular uning birla odam ekanligini bildi-da, ular yangi boshdan qo'yga qarab etildi. To'g'liq Temir, tez yugur, darhol kapidagi ballarni chaqir, qo'linglarga chuchula chiqib bo'rini qo'rqitinglar. dedi Hasan Baxshi qo'lidagi uzun so'ylisini beshidan artildirib peqirtib turib. Basa Temir, Bay Temir, Ariq Batur. Malchi balalar taladagi o'pir-to'pirni va To'g'liq Temirning vaqirgan ovozini anglab, birdan chalib kuyayotgan chuchulni ko'tarishib chiqishdi. Ular qo'llaridagi chuchulni bo'rilarning ustiga etishdi. O'tni ko'rib chuchigan bo'rilar qechib ketishdi. Biroq bu yirtqichlar 4-5 malni yerib tashlashga ulgurgan edi. Qo'rqib ketgan qo'ylar tinchlandi. Bayatinqi patparaqchilikdan besiqib, atrofni yana jimjitlik qopildi. Balalar malchi kapisiga qaytib kirishgandan keyin juvlarga mahkam o'rinib yetishdi.
Hasan Baxshi, dedi Gödək Toğluq Tömür çuqurab sözləb. Əmdi bayıqı hikayəngni sözləb bərgin. Hey, qap yürək bala, dedi Hasan Baxshi külüb gitib. Uxlamamsan, bolmasa ətət degəndə uxlab qalsan. Uyqumuz içilib getdi, dəb təngli çuquraşdı başqa balalarmı. Tün uzaq bolğandikin anlap bulub uxulsaqmı bolayverdi. Maqul əmsə, mən sizlərə Uyğurlarning qədimki Bahadır buvisi Alip Ertuğ'a haqqidagi bir qissini sözləb beray. Uyqunglar kelgəndə uyqumuz keldi danglar əmsə. Hə, qulqumuz səndə, sözlə, deyişdi balalar taqətsizlənib. Qədimki zamanda Altay tağları arasında yaşaydıgan Uyğurlarning Alip Ertuğ'a deb atılıdığan bir padişahı ötken ikən. Padişah degan qandaq adam? Deb onun sözünü böldü Arıq Batur. Cim yetib tınşığına gepni bölmey. Deb onu cimledi Toğluq Batur. Cim yatsang nemi buludu? Deb onu cimləşdi başqa balalarmı tənla. Padişah degan, Xaqan deganlik buludu. Almisaqdan tartib, ta hazırqı kadar yer yüzünü Padişah Xaqan, hakim əmirlər sorab kelgan, dedi Hasan Baxshi aldırmayı sözləb durub. Ulardan yaxşı iş qılğanlarının və adaletpərvərlərinin bəxit saadəti ömür boyu müstəhkəm, təxti turaqlıq boldu. Axirətki ketgəndən keyinmi yaxşı atları cahan xalqıға yadigar qaldı. Xuy peyli yaman, micazı osal, zulüm salğıcı zalim padişahlar bu aləmdə dəvir sürgəndə dövlət görüb, əyiş işrət, rahat parağatdan bəhrəman bolsumu, köngül azadlığı tapalmadı. O aləmgi manğanda bolsa, yaman atları ta ki qiyamətki qədər əlinin ağzıda söz çöçək bolub qaldı. Və yamanlıqları kitap dəsturlarına pütüldü. Mening sizlarga sözləb bərməkçi bolğan qıssəndiki Uyğur Xaqanının əsli ismi Alip Ertuğ'a. O, saxavetlik və adaletpərvər Uyğur Xaqanı idi. Şuna Alip Ertuğ'nın nami, qılğan işləri dastan qıssa bulub, kişilərinin ağzıda qədimdən ta hazırgıca hikayə qılınıb gəlməkdə. Alip Ertuğ'a tuğulğanda adətdiki kişilərə zadılı oxşumaydı ikən. 40 gündən keyin o çoğ adam bulub yetişkən ikən. Onun qiyafəti qəlitə bulub, eti kök, ağzı qızıl, közləri yelincəvatqan otdak qızıl, bütün bədinini tük basqan bulub, iki puti buqının putidək quvvetlik, beli böğrüninkidək, möhrisi qaplaninkidək, kökriki eyiqninkidək ikən. Alip Ertuğ'a çoğ bolğanda şu ətrafda adam və hayvanlarını yep, əlgə afət keltirdigan qiyat deb atılıdığan taq müngüzlük bir yırtquş bilan çelişib, ahiri onu öldürübdü. Bir günü Alip Ertuğ'a yerde olturup Tanrı'ya ibadet kılvatqanda asmandan bir yoruq şola düşüpdü. O şolunun içinde tenha bir kız olturğudek. Bu kız şundaq çıraylık iken ki o külse ağzıdan dəstə güller etilip çıkarmış. O kız yığılsa Tanrı mı tan yığlarmış. Alip Ertuğ'a o kızga köyüp qapdı ve onu əmrəgə apdı. Onundan 3 oğul pərzən körüpdü. Çoğuğa gün, oturancısıga ay, kendisige yıldız deb isim koyupdu. Bir günü Alip Ertuğ'a o oğlavatıb bir daraxtning kavkida olturgan bir qizni körüp qapdı. Bu qizmi intayin çıraylık bulup, közü asmandımı kök, çiçi iqib turgan bulaq suydək, çişi ünçidək ikən. Alip Ertuğ'a bu qızgımı aşıq bopdu da onumu əmrəgə apdı. Bu ayaldımı 3 oğul tepipdi. Onlarga ayrım halda kök, tağ, deniz deb isim koyupdu. Onundan keyin Alip Ertuğ'a memleketke Xaqan bopdu. O özünün qol astidagi bəylərə və puxralarga şundaq çakarlapdı ki, mən sizlərə boldum Xaqan. Elinglar ya bilan qalqan, tamğı bolsun bizge buyan, kök böre bolsun hem uran. Tömür neyziler bolsun orman, oğluqda yürüsün mal varan. Hem axsun derya ve iqin, quyaş tuğ bolsun asman qorğan.
Şuningdan keyin Hakan Alip Ertuğ'a atrofdagi ellarni bo'ysundirish uchun keyni-keyinden urush qo'zg'abdi. Kun tug'ar o'ng tarafda Altın xon bo'ysundiganligini bildiribdi. Kun patar sol tarafda Rum podshohi qarshilik bildiribdi. Shuning bilan Hakan Alip Ertuğ'a lashkar tartib jazo yurish qilibdi. Bir kuni atiganda ular Muzdaq etigida qo'sh tikib o'ltirganida cho'ng bir bo'ra sho'la arasidan paydo bo'libdi. Bu ko'k bo'ra Alip Ertuğ'a qo'shiniga yo'l boshlashni talab qilibdi. Edil, ya'ni baxit qush bo'yida ikki tarafning qo'shinlari o'rtasida qattiq urush qilinibdi. Hakan Alip Ertuğ'a yengibdi. Rum podshohi mag'lub bo'lib qochib ketibdi. Keyingi urushlarda Hakan Alip Ertuğ'a yana Jurjitlarni bo'ysundiribdi. Andin Anatkak, Tang'it, Suriya, Barqan degan ellarni arqa-arqadan bo'ysundiribdi. Alip Ertuğ'a qeribdi va o'zining ziminini o'g'illariga bo'lib beribdi. Aldingi 3 o'g'liga kun tug'ardagi ziminini, keyingi 3 o'g'liga kun patardagi ziminini taqsim qilib beribdi. Aldidagi 3 o'g'liga 3 tal oltin o'qyani beribdi. Keyingi 3 o'g'liga 3 tal kumush o'qyani birdan bo'lib beribdi. Balalarga ya o'qni to'g'rilaydi, shunga o'q yog'i bo'ysunish kerak deb vasiyat qildi va ko'zini yumibdi. Hasan Baxshi Alip Ertuğ'a haqidagi qissani so'zlab bo'lganda tun nisbidan oshgan edi. Talada shivirgan butunlay to'xtagan, aymu chiqqan, ammo shunchalik kichik va inchika edi. Uni darrov farq etmak qiyin edi. Yaqindala egiz osmonning qarida emir-chimir qilib turgan yulduzlar turkumi qarayib turgan osmonning chetiga qarab oqmoqda edi. Osmonning kun tug'ar tarafi o'ngib, oqirib kelyotdi. Odatda sahar vaqtida butun koinotni jimjitlik bosadi. Qattiq shivirgan chiqqan bu kechasimi saharga qor bosgan so'g'uq cho'lning hamma yeri jimjitlikqa cho'mgan edi. Butun tabiatdagi jonliq, jonsizlarning hammasi harakatsiz, qattiq uyquga g'arq bo'lishgandi. Odamni bezar qiladigan shivirgan besiqqan edi. Qor ushqullari tushyotdi. Qari qishning zulmatlik tunlari. Malchilar kapsidagi o't yolqinning o'chib paslishiga agishib, qo'ychi bolalarning ovozlarini o'chib, aziyib beryotdi. Hatto sagak tuyg'un itimi o'gdak besishga boshladi. Osmonda esilib turgan inchika ko'na ayning ojiz yo'riqida yiroqdagi tog'larning ko'langisi qarayib ko'rinib turardi. Odamni bezar qiladigan qarqish o'tib ketdi. Yil o'rilib bahor keldi. Andin yoz fasli kirdi. Tomuz oylarida ertish bo'ylari nihoyat issiq bo'ladi. Shiravul To'xtavining avulga boradigan yolg'iz oyoq yo'lda egiz bo'yliq bir bola qo'ychi itini keyniga selvilib, pishg'irim oftobda avulga qarab ketyotdi. U eliqi Noxambay degan molchining qo'l ostida mol boqadigan tug'liq to'mir edi. Egisiga o'gangan padichi it ko'zi qisilgan, tillari sangilgan holda egisining keynidan asta mengib kelmoqda edi. Egisi orqasiga qayrilib, itiga tez mangmiding degandek qilib erkiltib baqirab qo'ydi. Eliqi padichi it xijolat bo'lgandek qilib quyruqini shpang'iltib yetib keldi-da, keynidimi qolmadi yoki ilgirimi ketmadi. Tug'liq to'mirning ustidagi bar yo'q angli uzoqdan beri yuyulmay qasmoqlashib ketgan yan izmiliq Mo'ng'ulcha qaramtul kamzul bilan yamoq silingan shalvori edi. Uning qap-qara bir tutam chechi kigiz malxining ostidan chiqib turardi. U ketib malxini ikki qo'li bilan qo'lqigacha bostirib qo'ydi. Putida teshilib, abjig'i chiqqan ko'na shir cho'ruq bilan yirtiq kigiz paypoq bor edi. Beliga 3 aylantirib bog'lagan potisi uning uchisidagi eliqi qaramtul Mo'ng'ulcha kamzulni ixcham qilib siqib turardi. Odatda qish kunlari yo'llar
oyman, döng bulup qum topa körünüp turatdi. Hazır bolsa yolda at izidin əsərmi yox. Həmmi yaq təp-təkşi taqır bolup, yollarda tögələrinin yapılaq izləri közgə gılpal taşınıp yatıdı. Topsini bolsa toxtavsız çıqqan qurğaq çöl şamılı öçürüp əketken idi. Tuğluq Tümür yerim kündün köpürək yol manğandın keyin avulğa yetip keldi. O avulni qaq ottursidan ikkiga bölüp taşlagan yolning boyidagi kigiz uylarni yaqilab ketib Ocaqlarga uzaqdan buyan ot yıqılmagan, ularning uli gümürlüp düşken, ağızları bozulgan, işçiga qurt qumusqa, çümölü qo'ng'izlar uvu selib olgan edi. Ishchiklari hang'irqay uchuq turgan qo'roqlar qatardan hech qandaq uyda itning g'avshigan ovozi anglanmaydi. Gahi tüklari o'sib, o'ruqlab, qo'rg'u so'ngaklari ko'rinib qolgan va egisining kimligini unutib ketishgan lalmi itlar ko'zga chiliqsimi, ammo ular ash qolganlikdan qavab qo'yishga mag'duri yetmay, tumshiqlarini yaga tirashgancha ko'zlarini paqirtishib jim yetishadi. Yoki uzoq yillardan qolgan ko'l axlatlarni purishib, o'ziga ozuq izlaydi. Toshqan yilidagi ahanatlik bitimdan keyin Chag'atay ulusidagi boshqa qabila urug'larga o'xshash Do'xtaviy xalqining hali yildan yilga xarablashib, puhralari namratlashib ketdi. Miladiya 1334-yildan boshlab ko'k ertish bo'yida uda 3 qish jut bo'ldi. Bu jutda Do'xtaviylarning at to'gilari, kali qo'ylari, uyuri qoro-qorosi bilan qirilib ketdi. Bulubmu jut namratlarga to'limi eg'ir keldi. Hammali yerni namratlik, qashshaqlik va gadaylik qaplab ketdi. Elning bili o'shtildi. Tuğluq Tümür ketib atrofdagi qora uylarga qarab qo'yapti. Nihoyat qap-qara jul-jul bo'lib ketishgan qora uylar tugagandan keyin oq uylar ko'rinishga boshladi. Bu oq uylar avuldagi halliq odamlarning uyi edi. Yo'lda odamlar ko'payib qoldi. Atliq, piyoda ketayotgan odamlar uchrashqa boshladi. Tuğluq Tümür açı yo'lning buralgan yeriga kelganda bir munchilgan odam to'plangan bir marikaning ustidan chiqdi. Marika Do'xtavilar aqsaqali Uluq Amir Shiravul Do'xtaviyning uyida bo'layotdi. Bu marikaga taraf-tarafdan cho'nglar va balalar kelishayotdi. Ular halliq odamlar va ularning balları edi. Cho'nglar yasidaq topchaq atlarga, balalar bo'lsa yenidan ko'ndirilgan to'sin taylar va g'unan taylarga egar to'qib minishib olgandi. Namrat yo'qsullar va ularning balları bo'yinlarini qisishib, ularga qarab bir chetda jim turardi. Aqsaqal Otavining oldiga qatar qizilgan cho'nqur o'choqlarda yo'g'on qozonlar esilgan bo'lib, oshpazlar qozonlardagi qattiq qizitilgan qichig'ida pajildatib go'sht qo'rmoqda edi. Yani bir tarafdan qozonlarda bo'lsa, putun bilan silingan malning atlari poroqlab qaynamoqda edi. Qichig'ining achchiq bo'si bilan ko'kirib buzilgan go'shtning sesiq purg'i butun mahalla so'rinning havosini qopladi. Biroq buzilgan go'shtning bu sesiq purg'i atdigandan beri Shiravul Do'xtaviyning qozoniga talmirib turishgan ach serin yo'qsullarning burniga ajoyib mazilik purab, og'ziga seriq suv keltiradi. Qozon o'pchorisida talmirib qarab turishgan yosh qeri xotin qizlar acharchilik dastidan aqlidan ezishgan edi. Ular iza, nomus deganni bir chetga qayirib qo'yishgan edi. Acharchilik, namratlik va qashshaqlik ularning aqlini xiralashtirgan. Ar nomus deganni bilmaydigan beparvo anqovlardan qilib qo'ygan edi. Biroq bu odamlar atdigandan beri qozonga qarab talmirib turishgan bo'lsa-mu, ularga rahim qiladigan birmi odam chiqmadi. Tuğluq Tümür bularga qarab ichi og'ritdi. Bir chaqda poroqlab qaynayotgan qozondan go'sht suzayotgan kishi bir tavoq go'shtni suzib bo'lib, orqasiga o'rilishiga ko'zining xuni qashqan bir odam bir dilla poroqlab qaynayotgan qozonga qo'lini tiqibla
bir parça so'ngaklik go'shtni oldida qechishni yodiga keltirmasdan turgan o'rindala yalmab yeyishga boshladi. Qaynoq sho'rpida ko'ygan qo'lining terileri chavrab chiqqan bu odam og'zidagi go'shtni tuzukmi chaynamay butun yutib keyin andin kayniga dajib qoch qilayotganda oq uyning ichidan mehmon uzitib chiqayotgan Shiravul Do'xtaviy uni ko'rib qoldi-da, vaqirab kelginicha heliqi och qo'rsoq odamning qo'liga esildi va uning qo'lidagi kallak go'shtni tutdi. Lekin kallak go'shtga yepishgan o'ruq qo'llar, go'shtga oshko'zlik bilan sanjilgan tishlar zodili go'shtni qo'yib bermadi. Shiravul Do'xtaviy nailoj go'shtni qo'yib etib, go'shtga yepishib olgan heliqi osh qo'rsoq odamni tepib yiqitib, biqiniga mushlashga boshladi. Biroq bu osh qo'rsoq odam biqiniga tegayotgan mush va tipiklarning og'riqiga qilchimi parvo qilmadi, balki qo'lidagi go'shtni chaynab yeverdi. Bu fojialik manzara hech kimni o'ziga jalb qila olmadi. Bu balkim odatga ishga aylanib qolganlikdan bo'lsa kerak, har kim o'z ishi bilan mashg'ul edi. Bu ichinishlik manzarani ko'rib turgan Tug'luq Temur endi zodili taqat qilib tura olmadi. U yerda to'pig'i melinib yotgan osh qo'rsoq odamni hadab tepib biqiniga mushlayotgan Shiravul Do'xtaviyni o'zining o'gay otasini yelkasidan tutib qattiq silkib o'rindan qo'pirdi-da bir chetga ittiribdi. "O'ta bir chetga, odamni mundaqmi xarlagan bormi?" dedi u g'azab bilan. "Ya o'z ulusum, o'z millatim demisan, ya o'zingning uruq aymiqing, o'z xalqing uchun g'am yemisan, xo'rozga o'xshash o'zingning toji qizirsili bo'lamdi?" "Ha, sen kim? Tapqan so'zingni qarasining. Hozirgi kunda puhrami gaday, xonmi gaday, taqichi at taqilsa, paq putini tutibdi degandek so'zlaysan-ku." Shiravul Do'xtaviy oldidagi bu egiz bolaga sinchilab qarab, uning o'zining asrandisi Tug'luq Temur ekanligini tunib, yuragi jig'g'idi qilib qoldi va "Ha, kim ekan desam, bizning Tug'luq Temur Bahodir ekan-ku, qara buni, cho'p-cho'ngli yigit bo'lib ketibsan-ku", dedi u saxta kulimsirab. "Maldan qachon kelding? Yilqam, mal qo'zlarim amanmi?" "Aqsoqol ota", dedi Tug'luq Temur uning savoliga javob bermasdan. "Xalqimni urganda, saviganda, hatto do'zax o'tiga silib azoblagandimi, uning o'g'illari orasida namardlik nishonini ko'rsatgan odam nihoyat oz uchraydi. Biroq ochliq, mahkumlik, qashshoqlik odamni qandoq ichinishlik ahvolga tushirib qo'ygan ha? Tangri hammaga insoniy g'urur, odamiy izzatni bergan. Boyg'imi, kambag'algimi, mo'ng'ulgimi, uyg'urgimi? Odam uchun insonlik g'urur va izzat hammadan qimmat turadi. Shiravul Do'xtaviy Tug'luq Temurning o'ziga nashtarda qadilib turgan ko'zlaridagi g'azab ushqunlarini ko'rib, xuddi kallasiga taqimi qiqi qilgandek tuyulib ketdi-da, nailoj hijaydi. "Sen balam, nadiki yo'qlanishga aralashib oldikansan", dedi u. "Avulga kelgandikin, hammadan avval darhol anang bilan ko'rishing kerak edi. Yugur, anang seni bir yildan beri seg'inib, ko'zlari teshilgidek bo'lib ketdi. Qolgan parangni keyin qilishayli." "Shundaqdimi ota, munu ashlarning qo'rsqini to'ydirgan bo'lsangiz, Do'xtaviy xalqi oldida o'zingiz olamchi saxovat topgan bo'lardingiz." "Balam, Tug'luq Temur", dedi Shiravul Do'xtaviy ochchig'ini aron besib turib. "Elimda uda 3 yil jut bo'ldi. Qoro melimiz, uyur yilqimiz qirilib tugidi. So'zlasang so'z chiqidi, turtsang ko'z chiqidi. Atki kunni o'ylamaganlikdan ana bizning bulturqi targan tekkanlarimiz etizda qoldi." U beriqi tarafdagi etizda qar ostida qishlab, qiqqa o'xshash yig'ib qo'yilgan sulu dövlarni ko'rsatdi va "Ana avlarni ko'rvatamsan. Mening ko'zim unchalik o'tkir emas. Shundaq bo'lsa-mu ko'rvataman. Ko'rmay desam, bu dövlar qishicha mening yuragimni tatlab chiqdi. Ko'z oldimdan ketmadi.
Tushimga kirib qiynidi. Meningmi o'z elimning acharchilik azobida qiynalishini ko'rgim yo'q. Ammo menda nima mal? Qaysi birga saxovat qilib ulguray? Mushundaq deyishayotganning ustiga Manglik xatun kelib qoldi va o'g'lini bag'riga besib, onalik mehri bilan uning beshini siladi. Ana 1 yildan buyon yo'qotgan bolasini tepib oldi. Manglik xatun tug'luq Tömürning yuzlaridan so'yish bilan qanoatlanmay, hamma yerini yalog'dak bo'ldi. U titrayotgan qo'llari bilan o'g'lining yelkasini, belini, kiyimlarini siladi. Uni balam, qo'zam, qulunim degan so'zlari bilan yuragidagi qayg'ularmi chiqib ketdi. Ananing xo'shallig'i ich-ichiga patmay o'g'lining atrofida parvonadek aylanatdi. Tug'luq Tömürning qo'llaridan tortib, ya taki uning kamzulining yanglariga tushaydi. Eg'ir mehnat, javr jafoda qaddi pukilib, vaqtsiz qiyirgan bechora ananing to'mirida mehr muhabbat jo'sh urib oqatdi. G'am bilan to'lgan qora uyning ichi va teshi xo'shallikqa to'lib, haqiqiy ma'raka tusini oldi. Xo'rlangan jafokash Manglik xatun mushu chaqda o'g'li tug'luq Tömürga uning naiti martabalik bir odamning pushti ekanligini tunji qatim oshkorildi. Ammo otasining atjoni va martaba darajasini bo'lsa, hozircha sir qilib yoshirib qoldi. Chunki buningdan 10 yil ilgari yuz bergan ashu qitimliq majroda Shiravul Do'xtavi heliqi yo'lvas suratlik oltin tamtakni men saqlab beray deb Manglik xotunning qo'lidan tortib olg'ashqa, bu sirni hozircha oshkorlaydigan payt texi yetib kelmagan edi. Shunga u Chag'atay xoni Esan Bug'axondan o'g'liga qoldirilgan aslilik yo'lvas suratlik oltin tamtakning ishini tug'luq Tömürga etmedi. Nazm. Bardi bir g'ulam o'stanga suga. Ulug' suv uni aqtirib ketdi. Akilatdi to'r har qitim biliq, bu qitim to'rni biliq akatdi. Shayx Saidi.